Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Demak, bugun navbatdagi mavzuyimizni yechimini boshlaymiz. Xo'p, yaxshi 30 kishi qo'shilibdi. Demak, boshlasak. Xo'p, mavzu bizda 3 o'lchamli panjarada fazoviy jismlarni chizish. Demak, shu mavzuyimiz. Demak, mana chizishda e'tibor bersalar, mana shu birliklarni to'g'ri mana bu yerga ko'chirish kerak mana. Demak, ko'chirib turib bir-biri bilan tutashtirib chizyapti. Mana 2 birlik bo'lsa, mana 2 birlik, mana 4 birlik bo'lsa, 4 birlikdan va hokazo. Hammasini mana chizib ko'rsatyapti. Xo'p, shunga qarab, demak, yoniga xuddi o'sha fazoviy shakl chizish kerak. O'sha birliklarga qarab turib. Xo'p, xuddi o'sha narsani beryapti. Davom etsak, mana bu qo'lda bajarishlarni ko'rib chiqasizlar. Xo'p, endi biz xuddi mana shuni workbook qismini boshlaymiz mana. Demak, workbook qismida mana shu workbook qismi, demak, 3 o'lchamli panjarada fazoviy jismlarni chizish, ya'ni ikkinchi topshiriqni boshlaymiz. Xo'p, bu topshiriqda yuqoridagi mana bu shaklni chizib berishimiz kerak. Xo'p, demak, buning uchun qizil rang tanladik va mana bu yerdan parallel ko'chirsak. Xo'p, mana bu bir-birlik deyapti. Mana. Demak, mana shu ikkitasi bir-birlik bo'lyapti va buni tutashtiryapmiz. Xo'p, va pastga 3 birlik tushishi kerak. 3 birlik. Demak, mana 1 2 3. Mana bu 3 birlik. Mana bu 3 birlik bo'ldi tushda. Xo'p, endi bu tomonga 4 birlik bo'lyapti. Xo'p, endi bu tomonga 4 birlik bo'lgandan keyin mana bundan mana demak 1 2 3 4. Mana bu joy va mana bu joy. Demak, bundoq birlashtiramiz. Va mana buni birlashtiramiz. Mana buni birlashtiramiz. Va pastga 3 birlik. 1 2 3 birlik. 1 2 3 birlik. Demak, mana buni bundoq tutashtirib qo'ysak bo'lgan. Mana, ya'ni A qismini bu tomonga mana ko'rinishi. Xo'p, endi keyingisi, demak, B qismini xuddi shu holatda chizsak, demak, mana bu turibdi va bizda 3 birlikdan surish kerak. Mana bu 3 ta nuqta, demak, 3 birlik. Bu tomoni ham 1 2 3 birlik. Xuddi shu bo'yicha mana pastga ham 3 birlik. Mana 3 birlik. Hamma tomonda mana 3 birlikdan 1 2 3. 1 2 3. Xo'p, 1 2 3 va mana bu 1 2 3. Xo'p, mana. Demak, mana bu B rasmi bu tomonda ko'rinishi. Va endi C'sini ko'radigan bo'lsak, xo'p, tepada demak bitta nuqta oldik. Mana shu nuqta va 2 birlikdan. Ikkita bu tomonga 2ta. Bu tomonga ham ikkitadan va pastga 5 birlik. 1 2 3 4 5 birlik. Mana 5 birlik va yana pastga 2 birlik mana. 2 birlik, 2 birlik. Mana shu ko'rinishda chizdik. Demak, oson bir ko'rishda mana o'rganib olsangiz bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Demak, bizda
pastadan boshlaylik mana. Mana bu joydan 2 birlik tushiraman. 2 birlik tushirdik va 1 birlik pastga, yana 1 birlik pastga. Va endi mana shu joydan 6 birlik yuqoriga. 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 birlik mana. Mana bu yerni tutashtiramiz va pastdan ham xuddi shunday 6 birlik. 3, 4, 5, 6 birlik. Mana bu yerdan mana bundoq tushiramiz. Oson, ha? Xo'p. Bo'pti, endi boshqacha rasmdan chizib ko'raylik, boshqacha qalamda. Xo'p, mana bu nuqtadan pastga 3 birlik deyapti. 3 birlik. Bu tomonga ham 3 birlik. Xo'p, pastga 4 birlik tushish kerak. Bu pastga tushib qolar ekan. E'tibor beramiz. Tevaroqdan boshlaymiz, mana bu yerda. Xo'p, mana 1, 2, 3 birlik. Pastga ham 3 birlik. 1, 2, 3 mana. Va bu tomonga 4 birlik. 1, 2, 3, 4 mana. Xuddi shu bo'yicha bu tomonga ham mana. 1, 2, 3, 4. Bo'ldi. Pastga tushiramiz. Bu tomonga 3 birlik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buni birlashtiramiz. Buni ham mana birlashtiramiz. Bir xilda ketyapti mana. Xo'p, keyingisi F. F ga to'xtalsak. Xo'p, birinchi mana bu eng tepa nuqtasini olaylik va shu joydan 5 birlik. 1, 2, 3, 4, mana 5 birlik. Va pastga mana bitta birlik. Bu tomoni 4 birlik. 1, 2, 3, 4 mana. Pastga mana 1 birlik. Shu yerdan pastga 5 ta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 mana. Buni birlashdi. Mana 4 birlik, bu tomoni ham mana 4 birlik. Ya'ni F shaklimiz ham bir xilda bo'ldi. Xo'p, mana shular. Endi keyingisi aytayaptiki, ha, 41-42 mashq bajarib bo'ldik va bizga kvadrat panjaralarning ko'rinishi deyapti. Mana bu yuqoridan ko'rinishi, olddan, yondan ko'rinishlari va hokazo mana beryapti. Xuddi shu bo'yicha biz mashq, ya'ni workbookdagi qismini ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi yuqoridan ko'rinishi, demak, yuqoridan qarasangiz chap tomonga 2 ta, 4 ta, 5 ta katak ko'rinadi. Ya'ni yuqoridan ko'rinishi mana bu holatda. Mana bu holatda bo'ladi. Xo'p, buni endi qizilda chizaylik mana. Mana bu yuqoridan ko'rinishi. Endi olddan ko'rinishi deyapti. Ya'ni old tomondan ko'rsak, mana eng tagida 5 ta quti turibdi. Demak, mana bu joyga mana 5 tani chizamiz. Bundoq. Keyin 3 ta. Keyin mana bu yerda bitta. Xo'p, endi mana bu yon tomondan ko'rinishi, yon tomondan demak yuqoriga qaralatib, demak 3 ta ketgan. Demak, mana bu holatda bo'ladi.
Mana bu holatda. Kelishdik-a? Demak, mana bu olddan ko'rinishi, mana bu yondan ko'rinishi. Xuddi shu narsani mana B'sida yuqoridan ko'rinishi. Demak, bu tomon 3 ta, bu tomon ham 3 ta. 3 ta, 3 ta, 3 ta. Mana bu holatda ko'rinadi. Yuqoridan ko'rinishi. 3 tadan kataklar. Xo'p, endi olddan ko'rinishi, mana bu oldi tomondan ko'rinishi. Mana bu joyda bitta katak qoladi. Bu tomoni mana 3 ta. Mana bu holatda ko'rinadi. Mana bu bittasi, mana bu ortiqcha katagimiz va yondan ko'rinishi. Endi yondan ko'rsak, o'ng tomonda bitta ortiqcha ko'rinadi. Demak, mana. Buni bo'yab qo'ysak, mana. Demak, ko'rinishi mana shu holatda bo'ladi. Xo'p, keyingisi mana bu C'sida. Demak, yuqoridan qarasangiz, 4 ta bu tomonga mana o'sha 4 ta va bitta pastda. Mana bu holatda bo'ladi. Xo'p, endi xuddi mana shu holatni old tomondan ko'rinishi, pastda 4 ta va tepada 2 ta bo'ladi. Ya'ni mana bu 2 ta tepada bo'ladi. Mana bu 4 ta yon tomonda bo'ladi. Mana bu holatda ko'rinadi. Xo'p, endi yondan ko'rinishi bo'lsa, 2 ta tepada, bitta uzun. Ikkita kubik tepada va bitta kubik mana yonda. Mana bu holatda ko'rinadi. Xo'p, keyingisi, demak, D'sida yuqoridan qaraganingizda 3 ta bu tomonga, 5 ta bu tomonga, demak, mana 3 ta bu tomonga, 2 ta, 4 ta, 5 ta bu tomonga va bu tomonga 2 ta. 3 ta ekan bu tomonga mana. Mana bu holatda ko'rinadi. Tushundik-a? Xo'p, endi old tomondan ko'rinishi. Old tomondan qarasangiz, bitta, 3 ta, 4 ta katak ko'rinadi. Pastda 4 ta katak. Mana buni ustida 2 ta katak. Mana bu holatda bo'ladi. Mana. Qolgan hammasi yerda. Mana bu bittasi ustida ko'rinadi. Mana bu holatda. Va endi yondan ko'rinishi 3 dona kubikcha ko'rinadi xolos. Mana bu holatda. 3 dona kubikcha va tevasida yana 3 dona kubikcha. Mana bu holatda ko'rinadi. Bu mana bu orqasidagi 3 ta kubigi. Xo'p, demak, mana shu. Sizlar bilan demak bugun ikkita mavzuni, ya'ni ikkita topshiriqni yechimini qildik. Buni videosini albatta YouTube'ga joylaymiz. Rahmat hammaga.